Bu Hojiboni choyini ichgan odam faqat choy ichgani kelishni xohlaydi. Dunyoni kezib, dunyoni xilma-xil choyini ichdim, ammo bunaqa choyni biron joyda ichmadim. Ana Hojibon, Keylar choyga keylar. Allohga umringiz uzoq bo'lsin, ey farishtasiz siz Hojibon. Allohning yerdagi farishtasiz siz. Faqat xayrda mana Hojibon choyni xayr qiladi. Alloh bergan ne'matini bandasiga tarqataveradi. Mashallah, mashallah. Kimki mana Kabaga kelsa, Hojibonni bir xabar olib ketish nasib qilsin. Mana shu adresi qayerda bu Hojibon? Ikkinchi hojatxonada bir piyola kelib choyini ichib, mazzasini ko'rgan odam faqat mana shu yerga kelib, ari ali asalni ko'rsa, atrofida aylanib yurganda mana shunday aylanib yuraveradi. Alloh umrini uzoq qilsin, choyini barakotli qilsin. Ey mashallah. Laqaylarda originali bu. Hojibon laqaylarda originali. Mana kelaverasizlar. Makkaga kelgan odam xabar olib bir duosini olib ketinglar. Kimki bo'lsa. Masjidda joy namozga ham joy bor. Mana shu soatda oldida, soatda gastrisani oldida. Hojibon sog' bo'ling. Mana choyni qara, mana choyni qara. Bu abi uflak kemanmi biletasiz bu? Bizning sheriklar kelmadimi? Yo'q.